Hozir mana erkaklarni olib bo'ldik. Endi ayollar tomonga o'tamiz. Yotib davolanayotgan bemorlarimiz taassurotlarini eshitasizlar. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Ashtamni oldinglarmi? Bu bemorlarimiz bu yoq Namangandan kelgan. Bu yoq marhamatlik. Bu yoq marhamatlik. Opa, qanaqa o'zgarishlarga erishyapsiz xudo xolasa? Mana bugun 5-kuningiz bo'lsa kerak siz. Bugun davolanishim bir kursdayoq menda juda o'zgarish katta. Shu bel og'rig'i, tizzalarda, bo'g'imlardagi og'riq bilan shikoyat bilan keluvdim. 80% ga o'zgardim hozir og'riqlarim ancha yengil. Alloh shifo bersin, shifo bersin. Oldin o'tgan yilimmikin sizni kelinangiz keluvdi shekilli. Shunaqa qaynopamlar kelgandi. Bu yil yaqinda xo'jayiningiz keldi. Xo'jayingiz bu yerdagi sharoitlarni ko'rib, misol bemorlarni shifo topayotganini ko'rib, o'zi shifo topib, sizni olib kelib tashlab ketishdi. Meni ham tavsiya qilib keldi. Yaxshi. Alloh shifosini bersin. Shifo topasizlar, yaxshi juda. Yaxshi. Opa, siz grija bilan keluvdingiz, a? Grija, davleniya, necha foizga erishdik natijaga? Ko'p yaxshi topdim, shifo topdim bola. Yaxshi, Alloh shifosini bersin. Yaxshi. Endi hozir biz o'sha video syomkani endi hozir Tavot akademiyamizga ham kerak bo'lyapti, ham gruppamizga ham qo'yamiz. Haliga bemorlarga ham, xalqqa ham tushuncha bo'lsin degan maqsadda hamma xonaga kirilyapti. Keyin savollar ko'p bo'ladi menga. Misol telefon qilishadi, bir kunda misol 30 ta 40 ta telefon bo'lib turadi. Qanaqa sharoitlar, nima holatlar, xonalaringiz qanaqa? Bemorlar davolanyaptimi hozirgi paytda, yo'qmi? O'shanaqa savollar bo'lganligi uchun mana shu videoni chiqaryapmiz hisobda. Sizda davleniya bilan keluvdingiz siz ham? Hozir endi qancha natijaga erishdik? Men davleniya, bosh og'rig'i, tiz og'riqlari ham bor edi. Yo'lish omallashlar bilan keluvdim. Hozir yaxshiman, o'zgarishlar yaxshi. 3 kundan keyin o'zgarishlar boshlandi. Yaxshi 80% ga o'zgarish bo'ldi. 80% ga o'zgarishga erishdingiz, xudo xolasa. Endi bor haqiqatda bemorlarga ham xalqqa tushuncha bo'lishligi uchun mana shu xonalarga kirib olyapmiz. Endi tushuncha bo'lsin degan maqsadda. Alloh shifosini bersin. Bu yerda bor mana albatta haqiqat chiqsin deb shunday xonalarga kirib bemorlarga tushuncha bo'lsin. Endi ishonmaganlar ham hali ko'pda, to'g'risi. Ana ishonganlar, misol kelib davolanganlar, mana bir-birlarini olib kelyapsizlar-da. Shuning uchun Alloh shifosini bersin, sog'ayib ketinglar. Rahmat sizlarga ham. Xo'p. Endi bemorlarimizdan xohlamaganlar ham bor. Bu yoqda shu xohlamaganlar, videoga chiqib kelmaganlar bor. Ularni endi olmaymiz. Qolganlarni hammasini olyapmiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Hozir aytdim-ku, shunga syomka qilib olaylik deb kirdim. Xolos siz Toshkentdan keluvdingizmi? Toshkentdan keldim. Hozirda qanaqa natijalarga erishdingiz? Necha foizga natijaga erishdingiz? Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Mana Telegram kanali orqali kuzatgan holatda Javlonbekni telegramlariga kirib qoldim. Endi Alloh shifo bermasa shunaqa qilib berar ekan. Keyin shifo izlab mana shu Javlonbek klinikalariga, Marhamat tumaniga keldim. Andijon viloyati bo'g'im og'riqlari bilan kelgandim. Juda yaxshi shifo topdim. Ari terapiya qilib davoladilar. Arini juda ham foydasi katta ekan. Yana hurmatli yurtdoshlar, Javlonbek juda ham ajoyib mutaxassis ekanlar. O'z kasblari ustalari ekan. Oilaviy davolagan holatlarida mana shu hamshiralarimiz juda ham yaxshi ekan. Bularni shirin so'zligi, shirin so'z bilan, yaxshi gaplari bilan, undan keyin ari terapiya bilan davolarkanlar. Mana shu kelgan kasalliklarimdan 99% da yaxshi bo'ldim. Bulardan juda minnatdorman. Yaxshi, Alloh shifosini bersin. Yaxshi. Xursandmisiz axir? Juda ham xursandman. Qizlar yaxshi bo'lib ketdimi axir? Yaxshi bo'lib ketdi. Allohga Yaxshi. shukr. Alloh shifosini bersin, sog'ayib ketinglar. Rahmat, juda ajoyib. Xullas, ajoyib kollektiv ekan bular. Bir-birlaridan shirin so'z, mehribon. Rahmat. Izlab keldik, shifo topdik. Rahmat. Ishlaringizni so'rayman, shu shifo izlab yuribsizlar, juda Tavsiya qilasiz, albatta. Tavsiya qilaman. Rahmat opa. Opa, siz Farg'onadan keldingiz, a? Namangandan keldinglar, a? Ha. Qanaqa o'zgarishlar bo'lyapti sizda? Biz Namangandan kelganmiz, sheyga shifo izlab keluvdik. Mana oshqozon ichak trakti bilan bosh shamollagan. Hammasi Xudoga shukr, sheyga kelib 100% desam bo'laveradi. Sog'ayib ketdingiz, xudo xolasa. Siz endi qizlaringiz, nevaralaringiz, hamma oilaviy, qarindosh urug', ko'pchiligingiz davolangansizlar, a? hammamiz davolanganmiz, sheydan shifo izlab
kelib shifo topib ketaverdi. Alloh shifosini bersin. Ha, bu safar singizni ham olib keldingiz. Ha, sizda qanaqa necha foizga o'zgarish bo'ldi opa? Hozir mana endi 4 kun 5 kun bo'lib qoldi sizlarga. 70% o'zgarishga erishdingiz, ha? Yaxshi. Alloh shifosini bersin, sog'ayib ketinglar. Xo'p, salomat bo'linglar. Xo'p. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Opa siz Farg'onadan keluvdingizmi? Marg'ilondan keluvdingiz, ha? Marg'ilondan keluvdingiz. Voy. Xo'p, opa siz qayerdan keldingiz? Men Quvadan keldim. Ha, Tizzalarim og'rib, bellarimda og'riq bor, tizzalarim bukolmas edim. 80% ga Alloh o'sha arini sabab qilib mana shifo topdim. 80% ga Xudo xolasa hozir yaxshilandingiz, ha? Yaxshi. 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 Tizzada og'riqlar yo'q. Yaxshi. Alloh shifosini bersin. Endi bu qisqaroq qilib video qilyapmiz, shu bemorimizga, xalqimizga tushuncha bo'lsin, bemorlarga tushuncha bo'lsin degan maqsadda. Hammalaringga tavsiya qilaman. Shu yerdan ko'pchilik shifo topib ketyapti. Sizlar endi o'z ko'zlaringiz bilan ko'ryapsizlar. Bu tarafga kelishga harakat qilinglar. Kasallik jiddiylashib ketmasdan. Yaxshi. Opa siz davleniya bilan keluvdingiz. Hozir Xudo xolasa davleniyalaringiz yaxshi. Endi boshda shikoyatlaringiz ko'proq edi. Qon aylanish sistemangiz yaxshi emas edi. Hozirda o'zgarishlar endi bir 30-40% deyapsiz siz. 30-40% ga erishdingiz Xudo xolasa. Yaxshi, Alloh shifo bersin. Keyingi kurslarimizda yana ham yaxshilanib ketasiz inshaalloh. Salomat bo'linglar, Alloh shifo bersin. Endi bu yoqda bemorimiz bor. U yoqda misol yangi kelgan, o'shaning uchun u yoqda syomka qilmadik. Salomat bo'linglar. Hop. Opamiz Qirg'izistondan kelgan, bu yerda qirg'izistonliklar bor. Ular xohlamada tushishdi. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar opa? Bu opamiz poliartrit kasalligi bilan kelgan. Siz Marg'ilondan keluvdingiz shekilli, adashmasam. Ha, Marg'ilondan kelishgan. Bu yoqlar sinisi qarovchi sifatida kelishgan. Opamiz kelgan paytda juda ham jiddiy edi. Hozir bugun oxirgi kuningiz, ha? Bugun 7-kuningiz. Birinchi kursingiz 7-kuni. Yaxshi. O'zgarishlaringiz qanaqa bo'ldi opa? O'zgarishlar hozir 5-6-kuni ancha o'zgarish bo'ldi. Obeddan keyin yaxshi bo'ldim ancha. Oyoqlarim pastga tushirsam ko'tarimda qilib tushirardim. Hozir bemalol o'zi tushiryapti. O'sha harakatlar ancha yaxshilanib qoldi. Endi bu yoq poliartrit bilan kelgan, cheklangan holatda oyoqlari nihoyatda cheklangan, zo'rg'a yurib kelgan. Endi qarovchisi bilan qabul qilingandan keyin tushunib qo'yasizlar, shu darajada jiddiyroq edi. Alloh shifosini berib, hozir mana ancha yaxshilanib qoldi. Necha foizga yaxshilandingiz o'pishga olganda? 80% ga 80% gacha yetib bordingiz Xudo xolasa. Bu yoq poliartritni 3-4-bosqichida, ya'ni 3-bosqichdan o'tgan, 4-bosqichga yetar davrda. Belim qattiq bo'lardi. Hozir qatmay qoldi, sal xolos, unaqa qattiq emas. Yaxshi. Yaxshi hozir. Opa, endi mana shu paytgacha mana 3-bosqich, 4-bosqichga o'tib ketgansizda. Shu paytgacha misol davolangansiz, faqat vaqt o'tkazdirgansizlar xolos. Endi bu poliartrit kasalligingiz borligi uchun sizga aytayapman bu narsani. Bemorlarimizda ham juda ko'p holatlar, masalan, telefon qilishadi. 4-bosqichman, bir joydanman degan holatini biz qabul qila olmay qolyapmiz-da. Shuning uchun imkon qadar mana shu kasallik bilan kasallangan bemorlar oldinroq, mana sizning darajangiz ham og'ir hisoblanadi o'zi. Undan ham oldinroq kelsa, 1-2-bosqichlarda zo'r bo'lib ketishadi. Og'rishi bilan kelish kerak ekan. Hozir mana shu paytgacha qayerlarda davolangansiz? Juda ko'p joyda davolangansiz-a siz? Professorlargacha bordim, Xonqizga bordim. Ko'p joylarda davolandim. O'zimizda Marg'ilon davolanmadi. Ahlilari yetmadi, yo'q biz qaralmaymiz deyishdi. Keyin qo'ydim. Nimaga bordim? Boltako'lda professor bor ekanlar, Toqoqul shunga bordim. Endi ancha-muncha joylarga borib davolangansiz. Natijalar bo'lmadi. Endi to'g'rirog'ini aytganda siz kelgan paytingizda men o'zim ham cho'chib turib qabul qilganman, to'g'rimi? Cho'chidingiz, ancha cho'chidingiz. Lekin Alloh shifosini berib qaring. Juda bo'ldi, Xudo xohlasa. Qanaqa natijaga erishdik Xudo xolasa. Yaxshi, Alloh shifosini bersin. Ayollari ham shirin so'zlar bilan davolab yuborishdi meni, Xudo xolasa. Keyingi kurslarda yana ham yaxshilanib boraverasiz inshaalloh. Sizlarga boshqacha nimalarni aytaman, Xudo xolasa. Inshaalloh. Telegramdagilar, bemorlar eshitayotgan bo'lsalaring, sal og'rishlaring bilan kelinglar, menda qabul bo'lib. Jiddiylashib ketmasin. Jiddiylashmanglar.
man qizarsa issiqdan bo'lyapti deb yallig'lanish jicha boshlanib qolgan ekan. Anchagina jicha ham bas. Alloh shifosini bersin. Xursandmisiz axir? Xursandman ilohim. Bolalaringizga bosh bo'lib, ota-onangizga ham rahmatlar salomat bo'linglar. Amin. 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 Alloh akbar. Sog' bo'linglar sizlar ham. Alloh shifosini bersin. Rahmat. Sizga ham.